Trenddagi shunaqa tilla qoshni Navro'z bayrami uchun yasab ko'rdim. Yasalish jarayonini sizlar bilan bo'lishaman. Tilla qosh shaklini yasash uchun shunaqa bandoni olamiz. Xurrem simni olib, tilla qoshning shakli bo'yicha uni aylantirib chiqamiz. Simlarimiz bir tekisda aylanishi kerak va mana tayyor bo'ldi. Uni chetlarini esa to'rtlik sim orqali birlashtirib olamiz. Tilla qoshni ichki qismi uchun shunaqa to'r olamiz. Xurrem simni chetlarini shunaqa qilaylab to'rimizni ustiga yopishtirib olamiz. Qilesi qotgandan keyin qaychi bilan chetlarini kesib olamiz. Tilla qosh chetlarini qilaylab olamiz va metraj ko'zimizni ustiga yopishtiramiz. Hamma joyiga metraj ko'zni yopishtirgandan keyin o'rta qismiga kley surtib, toshlarni birin-ketin yopishtirib chiqamiz. Metrajni ichki qismiga ham kley surtib, shunaqa dumaloq ko'zchalarni yopishtiramiz. Tilla qosh shogildalari uchun bilishul lentani tilla qoshning orqa qismiga yopishtirib chiqamiz. Tilla qoshimiz tayyor bo'ldi. Unga shogildalarni ilib, orqasiga rezinka qo'ydim. Bu tilla qoshni juma hadyasi sifatida eng ko'p kommentariy qoldirgan qizga sovg'a qilaman va yonda yana bitta aksessuar qo'shib beraman.